Qirg'izistondan keldik. Instagram orqali ko'rib, nimalar duxobalarda raznotsvetniy har xil turdagi bo'lganlarni ko'rib, havas qilib keldik. Ko'pchiligiga nima deb tavsiya berasiz opa ko'rpachalarimiz haqida? Ko'pchilikka tavsiya qilishimiz sababi bu yerda vibr yaxshi ekan, bularda o'zini brendi bor ekan, tiktirib, hamma narsasini o'z vazifasini chiroyli bajarayotgani uchun keldik. To'g'risini aytaman, chiroyli anaqa muomala bo'ldi mana magazinda. Bolalar ham yaxshi, nima deydi, uslugasi juda zo'r ekan. Xudo xolisi bitkazib, ishingizgacha dastavka qilib beramiz. 100 gacha dastavkasi zo'r ekan, shu narsa yoqdi. Xursand bo'lsangiz bo'ldi-da. Xursandmiz. Ko'chada, bozorda ko'tarib, katta-katta sumkada ko'tarib yurgandan ko'ra uyimizga eshigimizgacha borar ekan hamma narsa. Hozir sizga 4 komplekt bo'ldi shunda. Bo'ldi, ha. 2 ta komplekt sizga, 2 ta komplekt opamiz uchun bo'ldi. Opa, siz kim uchun xarid qildingiz ko'rpachalarni? Men o'zim uchun xarid qildim. Ziyoddin Duxobani o'tgan yildan beri Telegramda kuzatib boraman. Mana bugun nasib ekan. Sizdan olish nasib qildi. Juda zo'r, vibrlari zo'r. Hamma narsasi zo'r. Xudo xolisi chiroyli qilib bitkazib, sizga ham dastavka qilib beramiz. Sizniki 2 ta komplekt bo'ldi mramordan. Bizga mana shunaqa kitobchalar berildi. Bu yerda o'zini Ziyoddin Duxoba kitobchasini brendi asosida qilingan kitobchalar ekan. Mana shu kitobchalar bilan kelsangiz, aslligi bilinar ekan. Fabrishniy bo'lib sizga yetib boradi. Fabrishniy bo'lib, uyingizgacha o'sha etiketkalari bilan hamma narsasi bilan kelar ekan. Sizlarga ham shunaqa mramor ko'rpachalarning eng zo'ri kerak bo'lsa, Ziyoddin Duxobaga tashrif buyuring. 12 ta viloyat O'zbekistonga dastavkamiz bor va Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistongacha ham kargo orqali yetkazib beramiz.